Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi ikkinchi mavzuyimiz demak iste'molchi va biznes xaridorlarning xulq-atvorini o'rganish, mahsulot va xizmatlarni sotish strategiyalari va tovar siyosatlari haqida sizlar bilan gaplashib o'tamiz va ko'rib o'tamiz. Asosiy adabiyotlarimizda demak marketing asoslari kitobi darsligimizda Ergash Hojayeva tomonidan yozilgan ikkinchi adabiyotimizda demak o'quv qo'llanma marketing to'g'risida yozilgan kitob va uchinchi adabiyotimizda marketing darsligi Ergash Hojayeva, Qosimov va Yusupovlar tomonidan yozilgan adabiyotlardan iborat. Qo'shimcha adabiyotlarimizda Основа marketinga краткий kurs Filip Kotler asosiy adabiyotlardan bittasi. Marketing от A до Я. Agar xohlasanglar shu Filip Kotler kitoblarini o'zbek tilida ham bemalol kutubxonalardan sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Marketing для неmarketологов degan adabiyotlarimiz va marketing 5.0 texnologiya следующего поколения degan adabiyotlarimiz qo'shimcha adabiyotlarimiz hisoblanadi. Demak, bugungi ko'rib chiqadigan savollarimiz quyidagilardan iborat. Birinchisi, iste'molchi va biznes xaridorlarning xulq-atvorini o'rganish. Ikkinchi rejamiz mahsulot va xizmatlarni sotish. Uchinchi rejamiz tovar siyosati va tovar tamoyillaridan iborat bo'ladi. Birinchi mavzu rejamiz iste'molchi va biznes xaridorlarning xulq-atvorini o'rganish. Bu nima degani? Demak, har bir marketolog bor ekanki, bugungi kunda iste'molchilarning xulq-atvorini o'rganishimiz kerak. Chunki Cherchill gapiga binoan iste'molchilarni didi, xohishi, ularni istagi bu qog'ozga o'ralib yozilgan xatga o'xshaydi va uni axlat qutisiga tashlagan bilan teng degani. Bu demak, o'sha axlat qutisiga tashalgan yozilgan maktub nimaligini bila olmaysiz va iste'molchilarning didi, xohishi va ularning istagi nima ekanligini bila olmasligimizdan iborat bo'ladi. Xarid qilish va xulq-atvori o'zi nima? Demak, xaridorlarning xulq-atvori bu tovarlarni, xizmatlarni baholashi, sotib olishi, ulardan foydalanishi, shuningdek o'zgaruvchan didi, afzalliklarni hisobga olgan holda ehtiyoj va talablarni qondirishga qaratilgan qarorlarni qabul qilishi shakllari, tamoyillari, usullari va harakatlarni to'plamini biza xarid qilishi xulq-atvori deb ataymiz. Iste'molchilarning xulq-atvori va tarifi 3 ta asosiy turdagi harakatga kiradi. Demak, birinchi bo'lib xaridor sotib oladi. Sotib olgandan keyin uni iste'mol qiladi. Iste'mol qilib bo'lgandan keyin bu tovarni nima qiladi? Yo'q qiladi yoki bo'lmasa tugatadi. Mana shu 3 ta jarayonni o'zining ichiga qamrab oladi. Iste'molchilarning reaksiyalarini boshqarish qiyin, lekin ularni boshqarish mumkin. Yangi mahsulotni tanlashda xaridorlarning quyidagi omillarga alohida e'tibor berish kerak bo'ladi. Ya'ni bu imtiyozligi, mavjud tajriba, imtiyozdagi muvofiqlik darajalari, aloqa ko'rinishlari, operatsiyalarni murakkabliklaridan iborat bo'ladi. Idrok ham ta'sir qilishi mumkin bo'ladi. Ya'ni jamoatchilikning roziligi, noaniqlik darajalari, mumkin bo'lgan xavf-xatarlar, mahsulotlarni tan narxi, to'g'ri olib borilgan marketing tadqiqotlari, kompaniyaga yoki bo'lmasa shu iste'molchilarning xatti-harakatlari bilan kundalik ishga tushgandan keyin, shuningdek, mijozlarning xohish-istaklarini o'zgarishi malaka prognozlashtirishga juda ham katta yordam beradi. Qanaqa qilib iste'molchini 2 baravar ko'p miqdorda tovarlarni olishga majbur qilish mumkin? Bugungi kunda marketingning eng asosiy vazifalaridan bittasi bor iste'molchilarni ushlab qolish va yangilarni jalb qilishdan iborat bo'ladi. Yangilarni jalb qilish, bor o'zimizdagi mijozlarni ushlab qolish, sodiqligini oshirish uchun nimalar qilishimiz kerak bo'ladi? Eng asosan birinchisi bu mijozlarni jalb qilish, ularni ushlab qolish, konversiya ularga sotish, sotishdan keyin ularni ushlab qolish, qiziqtirishdan keyin ularni sodiqligini oshirishdan iborat bo'ladi. Demak, bunaqa jarayonlarda nimalar qilishimiz mumkin bo'ladi? Ya'ni savdo jarayonida biz ularga skidkalar berishimiz mumkin bo'ladi, aksiyalar e'lon qilishimiz mumkin bo'ladi, lotereya o'yinlar berishimiz mumkin bo'ladi yoki bo'lmasa 2+2 teng 3 degan dasturlarni taklif qilishimiz mumkin bo'ladi. Bizda yana alohida hali sizlar bilan oldinda promo aksiya degan mavzularimiz bo'ladi. Promo aksiyani quyidagi turlari mavjud bo'ladi. Sampling dasturlari, event promotionlar. Bular haqida sizlar bilan yana batafsil keyingi mavzularimizda ko'rib chiqamiz. Demak, iste'molchilarni xulq-atvorlarini o'rganishda va mijozlarni ushlab qolishda yana quyidagi taktikalardan foydalanish mumkin. Bunga misol Red Bull misolini ko'rib chiqishimiz mumkin.
Red Bull energiya ichimlik umuman bozorga chiqarilganda uni asosiy raqobatchilari Coca-Cola yoki bo'lmasa Pepsi-Cola bo'lgan. Hamma bir xil tushunchaga ega bo'lgan. Ularni o'sha ohangini oshirishda va rag'batlantirishda juda ham keng qo'llagan. Bunga misol Red Bullni misol qilib olishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, Red Bull energiya ichimlik umuman bozorga chiqarilganda uning asosiy eng kuchli raqobatchilari Coca-Cola bilan Pepsi-Cola bo'lgan. Hamma bir xil tushunchaga ega bo'lgan. Ularni ohangini oshirdi va rag'batlantirishni boshladi. Keyin Dietrich Mateschitz xavfli qadam tashladi va u raqobatchilarga nisbatan narxi sun'iy ravishda 2 baravarga oshirib qo'ydi. Batareya ko'rinishidagi qadoqqa joylashtirib, idishlar hajmini qisqartirdi va do'konlarda ichimliklarni bo'limlariga emas, ichimliklar sotiladigan joylarga emas, balki boshqa har qanaqa joyda o'sha konservalarni joylashtirishni boshladi va o'sha joylarda sotishni boshladi. Agar e'tibor beradigan bo'lsak, Red Bull o'zini alohida zavodi yo'q. U qaysidir zavodlardan foydalanib turib, ularni arendaga olib turib, belgilangan muddat ichida o'zini mahsulotlarini ishlab chiqarib oladi. Yana uni qo'llagan strategiyalardan bittasi axlatxonalarda, chiqindilarda bo'sh idishlarini yoyib hamma joyga tarqatadi va xaridorlar o'sha axlat anaqasiga borganda, chiqindi tashlaydigan joyga borganda qarasa Red Bull ichimligi har joyda demak yoyilib, bokalar bo'shatilgan holatda yotibdi. Ularni demak ongida paydo bo'ldi. Demak Red Bull ichimligi bor, u juda ham shunaqa ham mashhur va men shu mashhur ichimlikdan quruq qoldim degan tushunchaga ega bo'lishgan va Red Bullni o'ziga qidirishni boshlashgan. Bu eng zo'r partizan usullardan foydalanishgan. Demak, B2B sotib olish bo'yicha qaror qabul qilish. Biznesdan biznesga demak B2B bu xaridorlarning xatti-harakati, biznes bozorlari iste'mol bozorlaridan farq qiladi. Biznes bozorlari kasalxonalarda, maktablarda ishlab chiqaruvchilar, ulgurji va chakana savdo hukumatini turli tarmoqlar kabi muassasalarni ham o'z ichiga oladi. Iste'mol mahsuloti va biznes mahsuloti o'rtasidagi asosiy farq bu maqsadli foydalanish hisoblanadi. Misol uchun, agar iste'molchi uchun foydalanish uchun ma'lum bir rusumdagi o'sha kompyuterni sotib olsa, u iste'molchi tovari hisoblanadi. Agar Netflix uchun xarid agenti Netflix ssenariy muallifi uchun aynan bir xil kompyuterni sotib olsa, bu biznesni yaxshi deb hisoblaydi. Nega? Sababi Netflix biznes shuning uchun kompyuter biznes muhitida qo'llaniladi. B2B sotib olish bo'yicha qaror qabul qilishda mana masalan B2B bu biznesdan biznesga deb tushunishingiz mumkin. Ya'ni bir tayyor mahsulotni yaratish uchun biz yana bir bizneschiga murojaat qilishimizga to'g'ri keladi. Masalan, oyoq kiyimni ishlab chiqarishda podoshvaga yoki bo'lmasa zamoklardan, tugmalardan foydalanishda o'sha tugmani ishlab chiqaruvchi, zamok ishlab chiqaruvchi va oyoq kiyimni podoshvasini ishlab chiqaruvchi biznesmenlarga murojaat qilishimiz mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasa restoran bizneslarida go'shtni bizni demak o'sha go'shtni biznesidan sotib olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, o'sha savdo qiladigan go'sht do'konlaridan sotib olishimiz mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasa biz donli, unli mahsulotlarimizni, yog' mahsulotlarini biznesdan biznesga sotib olamiz. Yoki bo'lmasa biznesdan biznesga ko'proq o'sha mehmonxonalarda ham qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Demak, bugungi kunda iste'molchilarni 4 turi mavjud. Ya'ni Filip Kotler Marketing asoslari degan kitobida 4 ta turga ajratgan. Ya'ni bular kapaliklar, o'rtoqlar, begonalar va yopishqoqlar. Demak, kapaliklar bu bir yilda bir marta kam ko'rinib turadigan o'zimizning mijozlarimiz bo'ladi va bu mijozlar boshqa mijozlarga qaraganda xaridni juda ham ko'p amalga oshirishadi. Ya'ni savatlarni to'ldirib turib o'sha do'kondan chiqib ketishadi. Bu demak bizga eng zo'r mijozlardan bittasi hisoblanadi. Demak, juda ham kam xarid qilishadi, lekin ko'pgina tovar sotib olishadi. Keyingisi bu do'stlar. Do'stlar bizning eng kerakli bo'lgan mijozlarimizdan bittasi hisoblanadi. Bu iste'molchilar, ya'ni mijozlarimizni boshqalarga ham tavsiya berishadi. Boshqalarga ham demak qayerdan xarid qilib olishganligini aytishadi va o'ziga doimiy ravishda bizni do'kondan, bizni joydan shu mahsulotni sotib olishadi. Keyingisi begonalar. Demak, juda ham kam sotib olishadi va juda ham kam ko'rinadigan mijozlarimizdan bittasi. Keyingisi yopishqoqlar. Yopishqoqlar demak ko'p kirishadi, siz asabingizga tegib savollar berishligi mumkin, lekin xaridni umuman amalga oshirishmaydi.
bunaqa mijozlardan biz ehtiyot bo'lishimiz kerak va vaqtimizni ayab bularga ketkazgan vaqtimizni sarflashimiz kerak emas. Undan tashqari mijozlarimizni quyidagi turlari mavjud bo'ladi. Bular haqida sizlar bilan hozir batafsil gaplashib o'tamiz. Demak, snayperlar. Bu qanaqa mijozlar? Bu bugungi kundagi zamonaviy mijoz. Nima kerakligini darrov aytadi. Juda ham tajribali mijoz. Internetdan to'liq ma'lumotlarni olib, siz haqingizda hamma narsaga batafsil ma'lumotlarni olgan mijozlardan bittasi. Ularga savollar berib bo'lmaydi, bunaqa mijozlar bo'ldi, bajaramiz, hozir sizga topib beraman, sizga shu narsa kerak. Mana hozir oldingizga muhayyo qilaman degan gaplarni gapirishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi mijozlarimiz bular maslahatchilar. Ular sizga ko'p narsalarni o'rgatadi. Ular yaxshilab tinglay, maslahatlarga amal qilishingiz kerak bo'ladi. Ammo tovar sotib olishmaydi. Bular ko'proq maslahat berishni juda ham yaxshi ko'radigan mijozlar hisoblanishadi. Lekin bularni aynan haqiqatda maslahatlariga rioya qilishimiz kerak bo'ladi. Chunki bular haqiqatda tajribali mijozlarimizdan bittasi hisoblanadi. Keyingisi qo'rqoq mijozlarimiz. Qo'rqoq mijozlarimiz bular aydanishdan qo'rqadigan, bularni yoshi 35 yoshdan 55 yoshgacha tashkil qiladi. Kam gap, qaror qabul qilishga qo'rqadigan, lekin juda ham yaxshi mijozlarimizdan bittasi. Ular qaror qabul qilishga qo'rqishadi. Ular sizning maslahatingizga zor bo'lishadi va sizning maslahatingizga binoan mahsulot tanlashadi. Qo'rqoqlar nima uchun 35 yoshdan 55 yoshgacha deymiz? Agar o'zingizni ahamiyat beradigan bo'lsangiz, talabalik paytda hech narsadan qo'rqmaymiz, o'zimizdan pulni umuman ayamaymiz va keksa yoshga chiqqanimizda umrim yashab qolishimga ozgina vaqt muddat qoldi deb o'zimizdan pulni ayamaymiz. Lekin 35 yosh 55 yosh oralig'ida olahurjun bo'yniga tushgan payt, demak bu yerda farzandlar, uy to'lovlari va boshqa xarajatlar juda ham ko'payib ketgan mijozlarimizdan bittasi bo'ladi. Shuning uchun bular qaror qabul qilishda qiynalishadi va qo'rqishadi. Keyingisi bilimdonlar, juda ham aqlli bo'lgan o'zimizning mijozlarimiz. Siz bilan talashib tortishadigan, bahslashadigan, lekin doim haq bo'lib chiqadigan mijozlarimiz. Ularga doim kompliment qilishingiz kerak bo'ladi, ularni doim maqtashingiz kerak bo'ladi. Albatta bizda nima xizmat deb so'rashingiz kerak bo'ladi. Keyingisi bizani sodiq mijozlarimiz, ya'ni bular muxlislar deb ataladi. Muxlislar eng sevimli bizani mijozlarimiz bo'ladi. Doimiy bizga sodiq qolgan vafodor mijozlarimiz. Doim kompaniyalar orasida tanlash bo'ladigan mijozlar, ularga bonuslar, sovg'alar berishimiz kerak bo'ladi, chunki ular sarafon marketing uchun juda ham yaxshi ishlab berishadi. Bugungi kunda real hayotda top 10 talikka kirgan eng zo'r kompaniyalarni juda ham sodiq shunaqa muxlis mijozlariga ega bo'lgan kompaniyalar bugungi kunda so'rovnoma o'tkazilganda Toyota kompaniyasi hisoblanar ekan. Chunki Toyota kompaniyasining brendini sotib olgan mijozlar 78.5% yana qayta shu mashinani olishini taklif bergan va shu savolga haqiqatda sotib olardim deb degan javob bergan. Starbucks bugungi kunda haqiqatda o'zini sodiq mijozlariga ega. Apple kompaniyasini mijozlari, demak muxlis mijozlarga ega, demak sodiq, vafodor o'zini mijozlariga ega. Ya'ni bu nima degani? O'sha tovar ishlatgandan keyin boshqa brenddagi tovarni ishlatmaydi degani. Ya'ni Apple kompaniyasini, demak iPhone'larini tutgandan keyin menimcha Samsung, Redmi yoki bo'lmasa Xiaomi'larga o'ta olishmaydi. Ular yana keyingi pozitsiyalarini demak xarid qilishadigan mijozlar. Keyingisi mahmadanalar, juda ham ko'p gapiradigan mijozlar, sizni gapirtiradigan mijozlar, sizga savol ko'p beradigan mijozlar, gapirishni sevadigan, qanaqa qilib to'xtatishni bilmaysiz, unga qarab soat ko'rsatsangiz, shuni o'zi yetarli bo'ladi. Vaqtimizni yo'qligini shu bilan bildirib qo'yamiz. Keyingisi sergap mijozlar, sizni doimiy maqtaydi, paxta qo'yadi, o'zingizni maqtashingizni ham demak yaxshi ko'radi va ularning maqtashlarini sizni oldingizda poylab turishadi. Ikkilanuvchi mijozlar, qaysi birini tanlasamikin deb ikkilanadigan mijozlar. O'zi nima xohlayotganini bilmaydi va juda ham arosatda turib ikkilanadigan, bular ham juda ham yaxshi mijozlar hisoblanadi. Chunki sizning fikringizga binoan ular tovarni xarid qilishadi va tanlashadi. Keyingisi shoshqaloq mijozlar. Mani vaqtim yo'q, so'zdan boshlashadi, sizni shoshiltirib tashlaydi, tez qaror qabul qiladigan, ikkilanib o'tirmasdan pulini to'lab, hattoki o'sha qaytimini ham olmaydigan mijozlarimiz bugungi kunda shoshqaloq mijozlarimiz deydi. Ikkinchi rejamiz demak mahsulot va xizmatlarni sotish. Demak, sotish siyosati haqida siz bilan gaplashib o'tamiz. Marketingning eng muhim va ajralmas tarkibiy qismlaridan bittasi
marketing mix elementlaridan bittasi. Bu demak sotish, taqsimlash va joylashtirish, tovarlarni harakati, mahsulotlarni iste'molchiga yetkazish hisoblanadi. Bu jarayonda tashkiliy nuqtai nazarga eng murakkab vazifa ishlab chiqarilgan mahsulotlarni iste'molchiga yetkazishni hal etishdan iborat bo'ladi. Sotish siyosati, demak sell, iste'mol tovarlarini yetkazib berishi ehtimol tutilgan variantlarini tahlili, demak uni mahsulot taqsimotini hamma shoxobchalarga eng yuksak xo'jalik samarasiga erishishini ta'minlaydigan maqbul variantlarni ishlab chiqish bilan shug'ullanadigan, demak bu sotish siyosati hisoblanadi. Boshqacha qilib aytganimizda, taqsimot yo'li tovarni ishlab chiqaruvchidan iste'molchiga qarab harakat qiladigan yo'l hisoblanadi. Demak, taqsimot yo'lining tarkibiy qismlari bir qator vazifalarni ham bajaradi. Ular quyidagilardan iborat. Birinchisi, tovar xizmatni bir joydan boshqa joyga ko'chirishdan iborat bo'ladi. Tovar xizmatga yoki bo'lmasa undan foydalanish uchun mulk egasi huquqini berishdan iborat bo'ladi. Undovchi faoliyat, demak tovarlarni buyurtmasi, xavf-xatarni bo'yniga olish, muzokaralarni olib borish va bozor ma'lumotlarini tahlil qilishdan iborat bo'ladi. Taqsimot kanallarining asosiy funksiyalariga quyidagilar kiradi. Axborot, ya'ni bu marketing tadqiqotlari natijasida olingan ma'lumotlarni marketing muhiti to'g'risidagi axborotlarni o'zini ichiga oladi. Bilsanglar agar, axborotlar ikki xil turda bo'ladi. Birlamchi axborotlar bor, ikkilamchi axborotlar. Birlamchi axborot boshida olingan yangi axborotlarni biz birlamchi axborotlar deymiz. Ikkilamchi axborotlar, demak o'sha yangi olingan birlamchi axborotlarimizga ishlov berish, uni ozginagina o'zgartirish biz ikkilamchi axborotlar deb ataymiz. Siljitish mahsulot taklifiga oid ishontiruvchi va axborotlarni reklama va boshqa vositalar orqali tarqatishdan iborat bo'ladi. Uchinchisi, aloqa, kerakli xaridorlarni topish, ular bilan aloqa o'rnatishdan iborat bo'ladi. Uchinchisi, demak, muvofiqlashtirish, talab va taklifni bir-biriga moslashtirish, muloqotlar, mahsulotni narxi, yetkazib berish sharti va taklifni boshqa punktlari bo'yicha muloqotlarni o'tkazishdan iborat bo'ladi. Jismoniy taqsimlash, tovarni transportirovka qilish va saqlashdan iborat bo'ladi. Moliyalashtirish, demak, kanal faoliyatini ta'minlashga bog'liq xarajatlarni to'plashdan iborat bo'ladi. Va so'nggisi tavakkalchilik, demak, mahsulotni sotib olish, keyinchalik zarar bilan sotish tavakkalchiliklarini o'zini bo'yniga oladi. Shartnoma asosida vertikal marketing tizimi 3 ta tipdan iborat bo'ladi. Ya'ni birinchisi, ulgurji rahbarlik qiladigan chakana savdochini ko'ngilli birlashmalari. Ya'ni ulgurji mustaqil chakana savdochilar faoliyati uchun yagona dastur esa ularni yirik taqsimot tarmoqlari bilan raqobat, demak, kurashishida o'z kuchlarini birlashishiga yordam beradi. Masalan, Amerikada Ford firmasi mustaqil dilerlarga o'zini avtomobillari bilan savdo qilish huquqi uchun litsenziya beradi. Ular esa sotishi muayyan shartlarga rioya qilish va xizmat ko'rsatish, tashkil etish ishlariga rozi bo'lishadi. Ya'ni Ford kompaniyasini mashinalarini sotish uchun dilerlari bo'ladi va bu dilerlar o'sha qonun qoida asosida o'zini, demak, o'sha pul protsentiga ega bo'lgan holatda tovarni sotib beradi. Ikkinchisi, chakana sotuvchilar shirkati. Bu nima? Chakana sotuvchilar hamkorlikda yangi mustaqil xo'jalik birlashmasi tuzilishlari mumkin. Bu birlashma ulgurji savdo ishlari bilan, ayrim hollarda esa o'sha ishlar birlashma ishtirokchilari o'zlarining asosiy xaridlarini shirkat orqali o'tkazadi. Reklama ishlari ham birgalikda tashkil etiladi. Masalan, Coca-Cola firmasi ichimligi qo'yish zavodlari egalari, demak, ulgurjilarga turli bozorlarda savdo qilish huquqi uchun litsenziya berishadi. Bu zavodli firmadan ichimlik, demak, konsentratlarini sotib olishadi, demak, siroplarni sotib olishadi. So'ngra unga gaz bilan qo'shimcha ishlov berishadi. Ichimlikni shishaligi quyidagi va mahalliy chakana sotuvchilarga sotishadi. Bu nima degani? Bugungi kunda Coca-Cola kompaniyasini shtab-kvartirasi Amerika Qo'shma Shtatlarida joylashgan bo'lsa, 200 dan ortiq o'zini zavodlariga ega, demak, xalqaro darajada o'zini zavodlariga ega va bu zavodlarga faqatgina o'sha quyultirilgan siroplarni sotadi va har bir mamlakat o'zini iste'molchilarini did xohishlariga binoan o'sha iste'molchilari shirinroq kolani yaxshi ko'rishadi, yoki bo'lmasa achchiqroq kolani yaxshi ko'rishadi, to'q och kolani yaxshi ko'rishadi. O'shalarga moslashtirilgan holatda o'sha davlatda zavodida
o'sha ichimlikka demak gazlantirilgan suv quyiladi. Agar misol qilib oladigan bo'lsak, Yaponiyada Pepsi Cola, Coca-Colani faqatgina oq holatda ko'rishingiz mumkin bo'ladi, jigarrang holatda bo'lmaydi. Yoki masalan O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Coca-Cola bilan Amerika, Qozog'iston, Koreyada ishlab chiqarilgan Coca-Cola ta'mida mutlaqo bir-biridan farq qiladi. Uchinchisi, shartnoma asosida vertikal marketing tizimini 3 informatsion tipi imtiyoz huquqiga ega bo'lganlarni tashkiloti hisoblanadi. Bu imtiyozlarning egasi deb nomlanadigan a'zo ishlab chiqarish, taqsimot jarayonlarini qator ketma-ket bosqichlarni o'z qo'lida to'plashi mumkin bo'ladi. O'z navbatida bunaqa tashkilotlarni 3 ta ko'rinishi bo'ladi. Ya'ni, uchinchi bu xizmat ko'rsatadigan firma homiyligi chakana imtiyoz egalari tizimi. Bu holda xizmat ko'rsatish firmalari iste'molchilarga xizmatini eng samarali usullarda yetkazib berish maqsadida kompleks tizimni tashkil etadi. Masalan, McDonald's firmasini faoliyatini o'zimga misol keltirishimiz mumkin bo'ladi. Chakana savdo firmalarining turlari 4 ta mezon bilan farq qiladi. Birinchisi, do'konni jihozlari, mijozlarga xizmat ko'rsatish darajasi, tovar assortimentlari savdoda xizmat ko'rsatish xarakteriga ko'ra farqlanadi. Ulgurji savdo nima? Demak, ulgurji savdo bazasi mustaqil faoliyat ko'rsatuvchi, maxsus ombor xo'jaligida va malakali xodimlarga ega bo'lgan firma mavqeida ishlaydi. U tovar assortimentlarini qabul qiladi, saqlaydi, iste'molchilarga yetkazib berish jarayonini ham tashkil etadi. Ulgurji savdo tashkil etish tovarlarni bazasi orqali yoki bo'lmasam ularni topshirig'i bilan ishlab chiqishdan to'g'ridan-to'g'ri iste'molchi firmaga tranzit usuli yetkazib berilishi mumkin bo'ladi. Ammo ulgurji savdo bazalarining tovar harakati va sotilishini tashkil qilishdagi ahamiyati beqiyos hisoblanadi. Ulgurji savdo bu o'zimizning tilda aytganimizda optim savdosi. Agent va brokerlar bo'lib bizning vositachilarimiz hisoblanadi va sotishda bizga yordam beradiganlar. Agent va broker vositachilik ishini bajaradilar, ammo moddiy javobgarlikni bo'yinlariga olishmaydi. Agentlar ishlab chiqarish firmalarida va ulgurji savdo bazalarida ishlashadi. Brokerlar esa tovar birjalarida asosiy o'rinni egallashadi. Brokerlar joyi birjada demak tanlov asosida sotiladi. Ular bir tomonda birjadan, ikkinchi tomondan o'z faoliyatlari uchun ham haq olishadi. Dilerlar mustaqil kichik vositachi tadbirkor hisoblanishadi bular. Oldi sotdi ishlarini bajaradi va moddiy javobgarlikka ega bo'ladi va o'zini omborxonasida mahsulotini saqlab beradi va o'sha yerda sotishi amalga oshiradi. Savdo qilishi yangi turlariga bugungi kunda quyidagilar kiradi. Ya'ni internet orqali sotish, elektron pochtalar orqali sotish, to'g'ridan-to'g'ri marketing, franshaysing va boshqalarni kiritishimiz mumkin bo'ladi. Tovar siyosati. Tovar nima? Tovar bu ehtiyoji yoki bo'lmasa xohishi qondira oladigan va bozorga e'tibori tortib sotib olish, ishlatish yoki bo'lmasa iste'mol qilish maqsadida taklif etilgan barcha narsalar hisoblanadi. Bular fizik obyektlar, xizmatlar, shaxslar, joylar va korxonalar g'oyalari ham bo'lishi mumkin bo'ladi. Xizmat bu o'sha sotuv taklif etiladigan foydalilik yoki bo'lmasa ehtiyojlarni qondirish usuli bo'lib, u har qanaqa turdagi foydali faoliyat hisoblanadi. Tovar demak bugungi kunda Filip Kotler so'nggi 5.0 kitobida aytilishicha, agar tovar do'konlarda, taxtarastalarda turgan bo'lsa va o'z xaridoriga ega bo'lmasa, buni biza tovar emas, demak muzey eksponati deb atashimiz mumkin bo'ladi. Qachonki o'zini xaridorini topsa va xarid qobiliyatiga ega bo'lib, o'zini qiymatida pul ko'rinishida demak barter qilinsa, sotib olinsa va uyga kelib u iste'mol qilinsa, biz bugungi kunda uni tovar deb aytishimiz mumkin bo'ladi. Tovar siyosati nima? Bu korxona yoki bo'lmasa firmani bozorga taklif etayotgan mahsuloti bo'yicha yechimlar kompleksi hisoblanadi. Firmaning tovar siyosatini ishlab chiqishi, amalga oshirishi bo'yicha shart-sharoitlar quyidagilardan iborat bo'ladi. Birinchisi, o'z imkoniyatlarini aniq belgilab olish, moddiy, moliyaviy, mehnat va boshqa resurslari bo'yicha siyosat. Keyingisi, bozor, uni kelajagi va talablarini yaxshi bilish, uzoq muddatli korporativ strategiyasiga ega bo'lish,
va oxirgisi kelajakda ishlab chiqarish yoki bo'lmasa xizmat ko'rsatish, sotuv maqsadlarini aniq bilishlardan iborat bo'ladi. Demak, tovarlar bugungi kunda 3 ta darajadan iborat bo'ladi. Birinchi darajadagi tovarlar, ikkinchi darajadagi tovarlar va uchinchi darajadagi tovarlar. Birinchi darajadagi tovarlar bu asosiy foyda yoki bo'lmasa xizmat keltiradigan tovarlarimiz. Ikkinchi darajada bu o'sha o'rash, upakovka qilish, xususiyat, tashqi bezatish, sifati yoki bo'lmasa markani nomlari ikkinchi darajaga kiradi tovar siyosatida. Uchinchi darajada esa o'rnatish, yetkazib berish, kredit berish, kafolat berish, sotuvdan keyingi xizmatlarni ko'rsatish, servislar bu uchinchi darajada bo'ladi. Kundalik iste'mol tovarlarini iste'mol qilish, demak, intensivligiga ko'ra ularni o'z navbatida 3 ta quyi guruhga ajratishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni doimiy ehtiyojdagi asosiy tovarlar, impulsiv tarzda sotib olinadigan tovarlar va favqulodda holatlar uchun xarid qilinadigan tovarlar. Demak, bu nima degani? Doimiy ehtiyojdagi asosiy tovarlar. Asosiy tovarlarga nima kiradi? Demak, iste'mol savatchamizda kerak bo'ladigan, o'zimizning ratsionimizga kirgizgan, har maosh olganimizda albatta shu mahsulotlarni yoki bo'lmasa shu tovarni sotib olishimiz kerak bo'lgan ro'yxatimizdagi tovarlarimiz. Non, sut, go'sht, yog' mahsulotlarimiz, un mahsulotlarimiz yoki bo'lmasa o'sha tushadigan pastalarimizdan tortib, suvlarimizdan tortib shampunlarimizgacha bu asosiy tovarlarimiz hisoblanadi. Ikkinchi tovarlarimiz bu impulsiv tarzda sotib olinadigan tovarlarimiz. Demak, bu gazeta, saqichlar, suv ichimliklari, kolalar, pepsilar, o'sha ichayotgan energetik napitklar, ichimliklar yoki bo'lmasa bizda masalan aytaylik o'zimizga ehtiyojimizga kerak bo'ladigan tovarlarimiz bor. Ikkinchi, uchinchi va to'rtinchisini xohlayapmiz, almashtirib kiyish xohlayapmiz, iste'mol qilish xohlayapmiz. Bular impulsiv, demak, tovarlar. Demak, siz xohlab sotib olmaysiz, ular sizni jalb qilishadi va o'zingiz bilmagan holatda o'sha tovarlarni sotib olasiz. Uchinchi, favqulodda holatlar uchun xarid qilinadigan tovarlar. Mabodo yomg'ir yog'ib qolsa deb zontimiz tayyor, qo'lqoplarimiz bor, shapkalarimiz bor. Bugungi kunda demak, mabodo svetimiz o'chib qolsa deb nima olib qo'yamiz? Shag'am olib qo'yamiz. Aptechkalarimizda bizda albatta tomoq og'riqlari dorilar, bosh og'riq dorilarimiz, analgin, aspirinlar, streptositlar albatta bugungi kunda turadi. Spirt, paxta, bintlar albatta turadi. Bu favqulodda hodisa uchun kerak bo'ladigan tovarlar. Va bugungi kunda shu narsani guvohi bo'laman, hattoki chiroq o'chib qolganda alohida generatorlarni sotib olishyapti, favqulodda hodisa uchun qo'llashadi va ishlatishadi. Dastlabki tanlov asosidagi tovarlar safiga demak mebel, kiyim-kechak, uy ro'zg'or uchun elektr jihozlari ham kiradi va u xaridorlarni o'sha qiyoslashi, narxda yoki bo'lmasa modada, dizayn jihatidan tanlovda bir muncha mulohaza yuritishi ham talab qiladi. Ushbu tovarlar demak o'xshash tovarlar bo'lishi mumkin. Demak, sifat jihatdan bir-biriga yaqin, lekin dizayn va narx bo'yicha bir-biridan farq qiladigan tovarlarimiz bor. Keyingisi alohida ko'rinishdagi tovarlar. Rangi bo'yicha, fasoni bo'yicha, navi jihatidan bir-biridan farq qiladigan tovarlarimiz. Passiv talabdagi tovarlar. Bu xaridorlarga notanish yoki bo'lmasa ularni xususida juda ham kam o'ylaydigan tovarlardan tarkib topadi. Demak, ishlatish vaqtiga ko'ra qisqa muddat foydalanishga oid tovarlarimiz, uzoq muddatli foydalanishga oid tovarlarimiz bo'ladi. Tovar siyosatining asosiy maqsadi quyidagilardan iborat. Demak, foydani ta'minlash, taqsimotni o'stirish, firma harakat qilayotgan bozor ulushini ko'paytirish, ishlab chiqarish va marketinglashga xarajatlarni tejash va keyingisi imijni oshirish hisoblanadi. Tovar siyosatida asosan maqsadlarga erishish quyidagi sohalarda vazifalarni hal etish orqali amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Demak, uni innovatsiyasi, variatsiyasi, diferensiatsiyasi, eliminatsiyasi, markani demak o'rnatish va tanlash, qadrlash, tovarlarni shakli, turi va boshqalar bo'yicha bemalol bu siyosatlarni amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Demak, variatsiyani o'zi nima? Variatsiya deganda birinchi navbatda o'sha tovarni tashqi shakli, stili, uni o'rovi, tovar markasini o'zgartirishimiz, umuman boshqa ko'rinishda chiqarishimiz. Tovar holatini emas, balki mavjud tovar shakli, texnik jihozlarni o'zgarishini tavsiflab, texnik ekspluatatsion xususiyatlarini o'zgartirish hisoblanadi. Variatsiya bozorda mavjud bo'lgan tovarlarni, demak, zamonaviy ko'rinishga keltirish. Modifikatsiya nima?
tovar sifatini yaxshilashdan tashqari uni funksional demak tavsifnomalarini takomillashtirish, ya'ni assortimentini kengaytirish nazarda tutsa ham bo'ladi. Bu esa tovarni differensiatsiyasiga, ya'ni uni innovatsiyasiga mansub hisoblanadi. Differensiatsiya bor va diversifikatsiya bor. Differensiatsiya bu nima? Tovarlarni turli xil ko'rinishlari, demak assortimentlari. Bir xil turdagi tovarni, masalan, qizil, oq, yashil ko'rinishdagi, suyuq, quyuq ko'rinishdagi chiqarishimiz mumkin. Masalan, shampunlarni agar oladigan bo'lsak, qazg'oli sochlarga, yog'li sochlarga, bo'yalgan sochlarga, uzun sochlarga, gullagan sochlarga, xullas shunaqa turdagi tovarlarimizni assortimentini kengaytirishimiz ham biz differensiatsiya deymiz. Diversifikatsiya esa ishlab chiqarishi turini umuman o'zgartirish. Masalan, misol qilib oladigan bo'lsak, Toshiba kompaniyasi faqatgina o'sha konditsioner yoki bo'lmasam kompyuter jihozlarini emas, televizorlar emas, undan tashqari mashinalar akkumulyatorni ishlab chiqaradi. Yoki bo'lmasa Samsung oladigan bo'lsak, faqatgina o'sha telefonlar ishlab chiqarmasdan, balki холодильник, mikrovolnovый pechlar yoki bo'lmasam konditsionerlar, televizorlar yoki bo'lmasam ko'rishimiz mumkin qurilish sanoatida ham o'zini tovarlariga ega, ya'ni ko'tarish kranlari yoki bo'lmasam ekskavatorlari mavjud yoki bo'lmasam o'sha suv transportlariga dvigatellar ishlab chiqaradi. Mana bu o'sha ishlab chiqarishi turli sanoat ko'rinishi bo'yicha turli xil darajada ishlab chiqarishi tushunamiz. Eliminatsiya bu ishlab chiqarish dasturida bironta tovarni ishlab chiqarishi, chiqarib tashlash, ya'ni eskirgan tovarni biz ishlab chiqarishni to'xtatamiz va chiqarib tashlaymiz. Bu mahsulotni boshqa ishlab chiqarmaymiz. Masalan, Nokia'ning o'zining pozitsiyalari bo'lardi, iPhone'ning o'zining pozitsiyalari bo'lardi. Bugungi kunda o'sha iPhone'ning eskirgan demak markalar ishlab chiqarilmaydi, eliminatsiya qilinadi, to'xtatiladi va o'sha turdagi tovar ishlab chiqarilmaydi. Tovar raqobatbardoshligini o'rganish murakkab va o'z ichiga quyidagi bosqichlarni olish kerak bo'ladi. Birinchisi, tovarni sotish bozorini o'rganish, raqiblar haqida ma'lumotlarni yig'ish, ularni o'rganish, qaysi strategiyadan foydalanyapti, bugungi kunda raqobatchilarimizning bozordagi ulushi qancha. Iste'molchilar talablarini o'rganish, raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha tadbirlarni ishlab chiqish va ishlab chiqarish bozorga sinov sotishlari bilan chiqish haqidagi qarorlardan iborat bo'ladi. Tovarlarni an'anaviy yashash davri quyidagi bosqichlardan iborat bo'ladi. Ya'ni ishlab chiqarish bosqichi, bozorga kirib kelish bosqichi, demak bozorga kirib kelgandan keyin o'sish bosqichi, yetuklik darajasiga ko'tarilish, to'yingandan keyin sekin-sekin tushish va inqiroz, ya'ni bozordan chiqib ketish. Har bir tovarni demak o'zini yashash davrlari mavjud bo'ladi. Lekin ayrim tovarlarni biz ko'ramizki, bir asrdan ortiq yashayotgan tovarlarimizni ko'ramiz, brendlarimizni ko'ramiz. Bunga misol qilib Pepsi-Cola, Coca-Cola, Legolarni ko'rishimiz mumkin yoki bo'lmasa Ford kompaniyasi, Toyota kompaniyasi, Mercedes, BMW kompaniyalarini bugungi kundagi tovarlarni ko'rishimiz mumkin. Lekin bu tovarlar yillar davomida demak yangilanib borilyapti, eliminatsiya qilinyapti, eskilari chiqib ketyapti, uni o'rniga yangilari paydo bo'lyapti. Shu bilan ma'ruzamiz tugadi va ma'ruzamiz manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Bugungi ma'ruzamizga yakun yasaymiz va o'z ustilida ishlashni davom etamiz va ma'ruzalarni konspekt qilib yozib olamiz. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'ling.